pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan topes tuğa o'yini bizga beradi ekan. Ha? Shundami? Balalarım, men hozir 80 yoshdan eshibdimi? Sizlarniki bunda bir-biringlarga kuyinadigan, ham bir-biringlarga yordam qiladigan izchil inoq o'tishinglarga qarab men qattiq xursand bo'laman bolam. Men bir umr tijorat bilan shug'ullanib, aqasini cho'ng qilib, ham oliy maktabda o'qitib, bir şey keldim. Kadirjon, sen balını çoğaya balan. Hem de Kayserican balan bolsa yani 1-2 yıldan keyin mektepni bitirip keldi. Onun ölümsek bo'lmaydi g'ashva. Shuningga bir dani uy olib qo'ydim bolam, ha? Bo'libdi aka. Dadamning ko'ngli ekan u. Shundacha sen balının ichida eng yoshi. Hem sen jafokeşrek, jafo tortib qolding. Mendan keyin qolganda mush uyni tasarruf qilib tutib o'tdi. Bunday bo'lamda Dada ma'qul-da. ma'qul-da. Baxtiyor. Sen quloq kesdi. Seni kichikingda akiltib cho'ng qilib, ancha-muncha hozir mening gapimni anglamaydigan bo'ladisa, undaqmi? Bunday qildim dada. Sening o'sha mehribonligingga tuqqanlik bek ko'yinsa bo'lamsan. Bek ko'yimi bor, cho'ng qildim. Ya o'zi kichik bo'lgan bilan bek ko'yimi. Sen bolam mening tijoratimga hamkorlashib, putimga qo'limga qo'l olib kelding hozirgida. Shunga Yangi bozordagi do'konning o'rniga Hazrat yo'li Iqbarxonning oldidagi Qizilchiroqdan o'tib 500 metr mangsa, Qashqar Ipak yo'li xalqaro universal tovarlar shaharchisidan bir dona do'kon olib qo'ydim. Aptiki adam. Endi mening tijoratimga sen varislik qilib, davomli shu do'konni olsang bo'larmiki? Chiqingning fikri chiqmas bo'lar. Voy, yo'q dada. Nima fikrimiz bo'ldi dada? Hamda meningmi hozir turayotgan uyim bor emasmi? Shunda. Shunga bu Qaysarjon qachon o'qish bitirib keladi, yana nima ish bo'lib ketadi, buni bilmaymiz. Bo'lsa, ash uyinimi qo'shib, mush Baxtiyor ukamga beriladi da. Ay, aka bu. Aka. Sening bu deganingmi yaxshi. To'g'ri bo'ldi aka. Lekin endi Qaysarjon ukam 1-2 yildan keyin o'qish bitirib keladi aka. Shunda. O'qish bitirib kelgandan keyin endi xizmat qiladi. Uyimiz bo'lmaydi aka. To'yni qilsa, ham sen o'zingning maosh bilan ash oilani beqib o'tsa, sen bilsin mening uyim bor. Hozir bolalarim tek kichik. Ham ular cho'ng'og'icha bir gap bo'ladi aka. Shunga dada, mush uyni shu Baxtiyor ukamga beriladi. Ishqa akamdan menga ko'ngil bo'lganligiga ko'p rahmat. Elim akalarim sizlar mening nurg'un eg'ichiligimni ko'tarib keldinglar. Shuning o'zimi yetarli. Urug' tuqqan degan ashunda bo'ladi ekan. Men aqasingdek akalarimning bo'lganligidan rosa bek faxrlanaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, men bir o'g'avla. Men o'zimning kuchiga tayinib pul tepib uy olmasam bo'lmaydi. Men cho'qim uy ola olmayman. Shunga uni dadam sizlarga taqsim qilgan ekan, ishkanlik tava bo'lsin. Qaynafda men demakchi. Bo'ldi bolalarım, bo'ldi. Men sizdan baxo'sh oldim. O'g'il degan o'z kuchiga tayinib, tirishib, ig'lik tiklash lozim. Mendan keyin qarsizlarmi, ishkingga qarab turmaysizlar. Shundaqmi? O'z kuchiga tayinib ish qilsinlar. Ulamda shunday bo'lsin. Ma'qul edi. Qayslar? Sizlar balaning cho'ngi. Hech kichik ko'plakdab o'yini bersa, ma'qul dedilarmi? Sizlarda uyga ehtiyojlar bormi-da? Ovoya turib ish ko'rish, uy to'pib yasab. Pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan topes tuğa o'yini bizga beradi ekan. Ha? Shundami? Ey, dada qashta degan taqdirdimi? Shu ishga qiz gap qilmay to'lama. Sildonga inja chiqmaydi. Qachon qaysa go'shtog'irdek tuğan ushda. Necha vaqtdan beri dadamning kiyim kechiga hajqatini sil beryaptilar. Ochunchilar bir mot ishini qilib dadamdan berib mo'chan pul epaqtiqma, ha? Epaqtiqma. Yana taq pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga berdi ekan. Yana shu Ahmet va yerda Baxtiyorjon bordi. Juma ağzını bo'ldi. Nima? Hile to'xtarsam nima top tushgan moyoqdek saklab chiqangshisa? Ha? Baqaylar. Sen ma uyga kelin bo'lib chigandan yoq bu dadamning xizmatida bir qidiqinib bir qilib baqdingmi? Ha?
Ey, hem işini aç Baxtiyor Ufkan bilen şu kelin sınlımız kılıvatı da. Bunu ho demeyli koyayım. Ey, aş Kaysarcan balınız ağırıp yataktı yatağı vaxtıda. Sen bilen ma ikimizden hizmeti şunda aldıraş, ha? Ey, aş Ufkan aş doktorxanda düm yıkıp düm kopap aş balının kesini davalattık ha? Az kelinçek sınlımız canı da tamaklı it apadık ha? Senin kıpıraldı ha? Senin kıpıraldı. Hey, ben sana şunu dep koyay. Baxtiyor inim mening ma bir qo'saq deyotgan jonjigar inimjima bilib qo'y. Bundan keyin ma uyda Baxtiyor to'g'riliq yoki mening cho'ng uyam to'g'riliq bir ig'iz gap qildigan bo'lsam, ma uyda sen yashaysa, bo'lmasa men yashayman. Bilib qo'y. To'g'ma? Ha, dada. Ha, uy kelib bo'lgan ha. Ha, yılki yeni içilgan bazaga bardigan boldukmu dada? Maqla. Ben hazırlı bare. Hatta öyle emdi kep durup dep. Maqla da mana hazırlı mağda. Nagi barla? Dadam kışık var mı? Men mi billi baray? Nagi bildi varsa? Sen bana pulunun gimide yaşap, boylık düşüp uttama öyde. Menin gimimni yeydigan, menin kadrimni biladigan, bana köyündigan kadir dağlarımdan kışık var. Öde! Xapamızla dadası, xapamızla. Men xata qıptım. Men mi billi baray? Dadam gibi bir qo'shiq ashitib biraman. Men mi billi baray? Xapamızla. Degan bir yastık beşiңden çıkıp ketkenmi ta? Acep bir gap kıldın ya? Xapamızla. Men xata qıptım dadası. Men seni manda gap kıldığın xotun dep oylamayman cima bilip qo'y. Xapamızla. Cüzle men mi billi baray? Men xata qıptım cüzle. Mana. Ma'qul, cüzlemse. Bazarımızdaki bir umum ahvalini tushuntirib o'tay. Qashqar Ipak yo'li xalqaro universal tovarlar savdo-so'yarchimiz Hijrat yo'lidan, ya'ni Iparxon bog'chisidan o'tib Qizilchiroqniki sharq tarafga 500 metr minut yo'lning o'ng tarafiga joylashgan. Umumiy egalga yer ko'lami 1100 mo. Biz lekin birinchi qarorda qilgan qurilishimiz 300 mo yerga 180 ming pinxon qurilish, jami 3300 dukkan o'rni hisoblangan. Bunun içinde ama birinci numaralık binanınki avvalini tanıştıray. Birinci numaralık binalarımız jami 58 ming pinxon qurilish, 1700 dukkan o'rni bilan hisoblangan. Jami 9 kesib bor. Birinchida 2 numaralık binalarımız yatak, yani mehmonxona qo'shimcha qilgan havolasida asli birinchi ikkinchi qavatga sayohat buyumlari. Birinchi 2 numaralık binanın umum dukkan soni 2050 atrofida dukkan soni bo'ldi. Umumiy bozorning ahvoli rayon bo'lingan bo'lib, ikkinchi rayonda oilaliklar samollari, telefon, kompyuter qatorliq andikan gilam, ma taraf kelsak, burun kesib kelgan dori-darmon degan kesiblar. Uchinchi rayonlarimiz jipraq, charchan, oshxon buyumlari, 5 xil metal bilan chorshuni asos qilgan bir kesib rayonimiz bor. Bu yerdagi do'konning umum soni 1300 dan oshadi. Bozorniki ta'kidlab qo'yish tegishli muhim taraflardan birisi bozorniki mulozimat iqtidori, turli sharoitlari nayt ulg'ar holatda hisoblangan. 3 rayondan 1 rayon bo'lgan oraliqdagi qurilishning hammasining tagida yer ostida anikan sirtida bo'lib 3000 mashina to'xtash o'rni hisoblangan. Hozirimizdagi mablag' sarflashlar yoki emli qo'lchilik erkak tijorat qilishlarga nisbatan sharoit jihati bo'lsin, kasbning turi jihati bo'lsin, universal kuch jihati oldin o'rni tura oladi. Anikan turli kasbningki bog'lanishchanligi bizga yo'lak bo'lib, bozorning universal kuchini oshirish iqtidori alohida yaxshi deb aytsak hargiz xatolashmaymiz. Bozorimizniki bundan boshqa shahar ichiga yaqin bo'lish afzalligi nayt yuqori. Mablag' qaytirib kelish avvalma mayli tijoratni o'z qilsin yoki mablag' sab qo'yib ijaradan foydalanadiganlarga nisbatan bo'lsin yaxshi holatda. Natija to'xtamni ichib qo'l qo'yibmi? Bo'ldi. Tabal ishxonaga chiriladi dada.